O'zbekistonda yana bitta SATdan 1600 olindi. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Superskorsiz ikkinchi, superskorni inobatga olganda esa 4-1600 natija. Va bu yana makonning ustozlarining orasidan chiqdi. O'zbekistonda 5 ta o'quv markazi bor va 6-sini yaqinda ochadigan, ayni damda 1,5 mingga yaqin o'quvchilarni o'qitayotgan va Amerikada ro'yxatdan o'tgan SAT makon o'quv markazi bunday yutuqlarga natijalari sabab erishmoqda. Hozirda SAT makonda ingliz tili qismidan 800 olgan, umumiy 1600 olgan ikkita malakali ustoz bor. O'quvchilarga keladigan bo'lsak, 800 olgan o'quvchilarimiz ham ikkita bo'lishdi. Ingliz tili qismidan 790, 780 va 770 olgan o'quvchilarimizning sonini sanash uchun barmoqlaringiz ham yetmaydi. Matematika qismidan 800 olgan ustozlarimiz esa 10 dan oshdi. O'quvchilarimizni aytmasa ham bo'ladi. Har bir imtihonda 10 ga yaqin o'quvchilarimiz matematika qismidan 800 ball olishmoqda. Gaplarimizning isbotini esa Instagramdagi highlightslarda ko'rishingiz mumkin. Har bir imtihon uchun alohida qilib qo'yganmiz. Agar sizga ham xuddi shunday natijalar kerak bo'lsa, qayerga kelishni o'zingiz bilasiz.